Assalomu alaykum hammaga, yaxshi kayfiyat. Mana bugun sizlar bilan Dubai Atlantisdagi akvaparkda obzorini qilib beraman. Ya'ni bu yerda qanaqa nimalari bor, o'yingohlari bor va narxlari qancha va ichidagi afzalli narsalarni ham bir chekkadan sizlarga tushuntirib beraman. Unda qani boshladik. Bo'ldi, kirdik. Kirishimizdan bizga jeton berdi. Ketdi. Yo'q, jetonlardan yengil tahvil olamiz endi. Lekin hayotimizda shirin davralarni boshlaymiz endi. Ketdik. Avvalambor ko'rib turganinglardek, mana narxlar 150 dirhamga bilet oldik. Kirib ham oldik ichkariga. Ko'rdinglar qanaqa qilib kirganimizni. Kirganinglardan keyin uje sizlarga ikkita taklif berilgan ekan, kichkina kabinetcha olish kerak. Mana biz kabinetchani oldik, 60 dirhamga ko'rishinglar mumkin. Ana hozir kirdik. Kirganimizdan keyin bizga 60 dirhamga mana loker berdi. Mononi skan qilsa bu yoqqa bulardan bittasi ochilar ekan. 60 dirham bo'lar ekan. Xo'p, endi biz tashqariga chiqib boshqa narsa qilsanglar ham bo'lar ekan. Ya'ni ko'chalarga bemalol kiyimingizni qo'yib, kabinet sotib olmasdan yurishingizdan bo'lar ekan, lekin biz bilmaganimiz uchun loker oldik. Keyin bizda kamera qolgan pullarimizdan ko'p edi, o'shanga loker olishga majbur bo'ldik. Agar lekin unaqa ko'p narsa olmagan bo'lsanglar, loker shartmas ekan. Xo'p, undan tashqari bu yerga kelishdan oldin nima qilish kerak? O'shani aytib beraman. Hozircha buni ichidagi videolardan, lavhalardan maza qilib sizlarga ozgina bo'lsa ham parcha. Uni qani ketdi. Hello guys, how are you? Thank you. Emotsiya qalang Nodir aka, emotsiya. Dam o'zi ham zo'r o'lyapti va sizlarga ham tavsiya beraman, ko'rib turibsizlar, bomba. Ketdik.
Yeah. Hug yourself. Bismillah. Yana bir narsa, hozir bitta video ko'rsataman, gapimdan keyin ko'rinadi. Bu yerga biz suv yoki boshqa narsa olib kelmayapmiz. Ichkarida narxlar juda qimmat. Ko'chada 3 dirhamga oladigan narsamiz bu yerda 30 dirham ekan. Shunga biz boshqacha variant qildik. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Arzongina, tekingina suv bor ekan. Mana qaranglar. Toza suv ichsa bo'ladi. Yana bir narsa, biz kun bo'yi uchdik, уже где-то 4 soat, 5 soatmikin yurdik, qorin ochishni boshladi. Ovqatlanmoqchi bo'ldik-ku, lekin bilasizlar, byudjetning bolalarimiz bizga imkoniyat bo'lmadi ovqatlangani, qonimiz og'ridi. To'g'rig'i, tashqariga chiqib, hozir bironta restoranda ovqatlanamiz o'zimizga borib. Lekin ichkarida biz choy ichmaganimiz uchun yoki bironta bir shirinlik olib kirmaganimiz uchun ancha qiylandik. Olib kirsa ham bo'lar ekan, ko'rdik. O'zlarini suv idishlarida narsalarni olib kelib yurishdi bolalar. Dubay haqida yana ham ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar va kanalimga obuna bo'lib va o'z fikringizni izohlarda yozinglar. Agarda siz ham kelmoqchi bo'lsangiz Dubayga, shunaqa joylarda aylanmoqchi yoki bilet xuddi shunga o'xshagan shu yerga kirib sizdan maza qilib hordiq chiqarmoqchi bo'lsangiz, qayerga bog'lanishni bilmayotgan bo'lsangiz, bemalol bizga bog'lanishinglar mumkin. Biz sizlarga yordam beramiz. Yoki bo'lmasam izohda Aquapark National deng, biz albatta sizga javob beramiz. Va kelasi videoda ko'rishguncha sizlar bilan xayr. Mayli.